Assalomu alaykum akalar ukalar. Bugun 24-yil yaxshi mashina chiqib qoldi. Halal mashinasi 2003-yil ishlab chiqarilgan. Kraskasi bor endi 30-40% bordir. Mos korobka motorlari yaxshi, holatlari yaxshi. Generali chiqadi. Mana shirok balonlar, mana holatlari yaxshi. Kolonkalarigacha, magnitofonlargacha bor. Mana kolonkalari, ishlari o'rtoqlar. Generali chiqadi, Rishton mashinasi mana. Tankon ishlari. Mana chokalari. Ko'rasizlar, kolonkalarigacha bor. Mana shu tozgina bo'lgan ekan, mana shu tarafdan. Mana shu nimasi almashgan ekan, model. Pollari hali ilmi tekshirib ketmagan, endi yaxshi mashina. Mana sidinlar bor. Mana bemalol odamni yuklab leva qilsalar ham bo'ladi. Yaxshi mashina ekan. 2003 yili generalda chiqadi. Narxiga keladigan bo'lsak, do'stlar, buni narxi xo'sh 1600 dollardan ozgina tushib beriladi. Ma'qul kelganlar aloqaga chiqishlari mumkin. Pastda nomerni qoldiraman. Telefon qilaverasizlar.